Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kanalimiz podpисчиklari. Do'stlar, bugün Urdu'nun yanında bize Urdu yanından joy ko'ra bilgan do'stlarimiz, muxlislarimiz bo'lsa, sizlar uchun 400 kvadrat ishi hovli joyimizni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Eshikning oldalarini qarasangizlar, ziloniy zonalari, bu tarafdan, o'ng taraf, chap tarafda ziloniy zonalari bor. Eshikning oldi navis etilgan. Xonadonimizga giraverish qismimiz Şimdi bir demir darvozalardan koyulgan. İçleri apşıp getirilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Xonaramıza girganimizdan şimdi bir ullu dalan tushgan 10 metre 5 metre olup bu yan tarafımız G. Xalasanızda birini eshik qo'yib beklab bir xona atib bersangizlar ham bo'ladi. Xalasanızda shunday holda qoldirsangizlar ham bo'ladi. Patologları gipsakardondan figura verip natijni aytilingan. Girganimizdan o'ng tarafimizda shunday bir xonasi bor. Bu yerni endi sanuzel etib qo'yibdilar bular. Ham kuxnya. Bu yerni ochib turib xona atib sanuzelni balondan zatsangizlar ham bo'ladi. Endi olganda kim nishab zatishni endi o'zi yuzuna qarab zataveradi. Bu yerda rakyuna mestamız yine. Bir de yine avtomatlara koyulgan. Yerimizden ki ikinci xonamiz zalimiz oladdan 5'e 9 tushgan yerimiz. Patologlar gipsakardondan zetilib tayyor holatida deb aytamiz. Endi suvoqda turibdi do'stlar. Aynalarimiz bu yoqda akvaplastikdan qo'yilgan. Aynalarimiz. Registrlarimiz evvelki registrlardan koyulgan. Ataplinemiz. Bu joyimizni Pajarniy xotam bor do'stlar. Yani şöyle yine Pajarniy xotam bor. Eshiklarimiz taxta eshikdan koyulgan. Bu xonamizdan chiqqandan keyin bu yoqda yana bir xonasi bor. Kichkina spalniy, detskiy spalniy bir. Şimdi görünüşten uyumuz. Bir de yine bir spalnisi. Detskiy spalni birim. Şimdi görünüşte. Pollarımız taxta pol. Eshiklarimiz taxta eshiklardan avvalgi. Chiqqandan bir de yine bir xonamiz. Akvaplastik aynalar qo'yilib, registrlar qo'yilib, taxta poldan pollatilgan. Shunday görünüşden. Bu yanımızda indilik ekan birimiz. Yana bir xonasi bor bu yerda. Birini kuxnyasi desangizlar ham bo'ladi. Alyanni xonasi turib, birini kuxnyasi bersangizlar ham bo'ladi. Kotyolumuz evvelgi kotyollardan qo'yilgan. Ekonomishki. Bog' tarafımıza çıksak bog' kısmına. Bog' kısmı shunday görünüşden do'stlar. Bu yerda yine kaldırıpçası bu. Letni tuvaletleri. Shunday görünüşden do'stlar. Bog'. Do'stlar, bu xonadonimiz 400 kvadrat metr. Urdu universitetinin yanında joylashgan joyi. Mesta poложенияsi. Puluna gelsak birine do'stlar, pulunu 950 milyon deb turibdilar. Gelishlardan yeri bor, ozgina. Esa do'stlar, kimda kim qiziqqan bo'lsa, shu yerdan joy olishni qiziqqan bo'lsa, shu yerni gelip görsengizler, ekranlarda nömerlerini koyamiz do'stlar. Telefon etsangizlar, kelib görüşüp gaplashib beramiz. Like bilan podpiskani yoddan chiqarmanglar do'stlar. Like podpiska etib borsangizlar, kvartira, xonadonlarni ko'rsatib borsa, sizlar uchun harakat etamiz. Kimda kim uy joyini sotmoqchi bo'lsa yoki olmoqchi bo'lsa, ekranlarda nömerlerini qoldiramiz. Nömerlere telefon etsangizlar, sizlarga joylarınızı satışlarınızdan, alışlarınızdan yardım etamiz do'stlar. Mesela keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.